8. Bab. E'tiqodlarimning asosiy nuqtasi shuki, arishdiki ulug' Xudoning taxtining o'ng tarafida o'ltiradigan bir bosh ruhoniyimiz bor. U eng muqaddas joyda, ya'ni inson emas, balki Parvardigorimiz Xudo qurgan haqiqiy ibodat chedirda xizmat qilmoqda. Her bir bosh ruhoniy Xudoga hadiya ve qurbanlıqlar sunish uchun tayinlanadi. Shuning uchun bizning bosh ruhoniyimizmi Xudoga biror narsa sunishi kerak edi. Agar u yer yuzida bo'lsaydi, hargiz ruhoniy bo'lmaydi. Chunki bu yerda Tevrat qonunining talibi bo'yicha Xudoga hadiya sungan ruhaniylar olibirullah bardır. Bu ruhaniylar xizmat qildigan ibodat chediri ve unuda qilingan xizmatlar faqatla arishdiki chedirning ve uningda qilingan xizmatlarning ko'chirilma nusxasi ve ko'langisidir. Darvaqa Musa payg'ambar del ibodat chedirini qurmoqchi bo'layotganda Xudo uningga ularning hammasi men sana tog'da ko'rsatgan nusxa bo'yicha ehtiyot bilan yasalsin deb ogohlantirgan. Eyso Masihga berilgan ruhoniylik vazifasi bo'lsa, boshqa ruhoniylarnikidan ko'p ustundir. Shuningdek, Xudo bilan insonlar orasida u orqali tuzilgan keyingi ahda dastlabki ahdidan ko'p ustundir. Chunki bu ahda texmu yaxshi va'dalar ustiga qurilgan. Agar dastlabki ahda nuqsonsiz bo'lsa edi, keyingisining hech qanday hojati bo'lmagan bo'ladi. Lekin Xudo o'z xalqini ayblab mundoq degan: İsrailiya ve Yahudiya xalqlari bilan yeni bir ahdi tuzadigan kunlar keladi. Bu ahda men ularning ajdodlarini Misrdan chiqarish uchun ularning qo'llarini tutib tuzgan ahdidek bo'lmaydi. Chunki ular ahdamga sodiq bo'lmadi. Şuna menmu ulardan nazrimni yutkidim. O kunlardan keyin İsrail xalqi bilan tuzgan ahdam mundaq: qonunlarimni ularning ahliga soliman, qalbiga putiman. Men ularning xudosi bo'laman. Ularmu mening xalqim bo'ladi. Hech kimning o'z yurtishiga, o'z qarindishiga Parvardigorni toninglar deb aql o'gitishning hojati qolmaydi. Chunki Gadoydin xongacha hammasi meni toniydi. Yomonliklarni kechiraman, gunohlarni ko'nglimda saqlamayman. Demak, Xudo bu ahdini yeni deyish orqali burunqisining vaqti o'tganligini ko'rsatdi. Vaqti o'tgan, ko'nirgan narsa uzun o'tmay yo'qoladi.